Assalomu alaykum. Bugun shartsiz sevgi haqida gapirmoqchiman. Haqiqiy sevgi tuyg'usi bu siz o'ylagan ikki kishining o'zaro munosabati emas. Haqiqiy ilohiy sevgi bu hech kimning o'zaro munosabatiga, qandaydir vaziyatlarga yoki qimmatbaho buyumlarga muhtoj emas. U barcha dunyoviy ne'matlardan xoli va mustaqil hisoblanadi. Agar siz kimgadir yaxshilik qilib, u ham menga xuddi shunday javob qaytarishi kerak deb o'ylasangiz, bu unga nisbatan sevgi tuyg'usi hisoblanmaydi. Aksincha, xudbinlik. Endi men sizga haqiqatni ochaman. Haqiqiy sevgi shartsiz bo'ladi. Aynan shu tuyg'uni sizga, hattoki yomon munosabatda bo'lgan insonlarga ham berishni o'rganish uchun bu dunyoga kelganmiz. Bizning jamiyatimizda, ayniqsa qizlar, ota-onasining uyida shartsiz sevgi olib o'rganishgan bo'lishadi. Lekin aksariyat hollarda turmushga chiqqandan keyin erining uydagilari hamma shartli munosabatda bo'lishadi. Xo'sh, dunyo namuncha shafqatsiz deb o'ylaysizmi? Bu savolga men hikoyamning oxirida javob beraman. Kunlarning birida qaynotam olamdan o'tdilar. Bilasiz, o'zbek xonadonlarida marhumning uyiga uning yaqinlari 40 kungacha duoyi fotiha qilish uchun kelishlari mumkin. Bor noz-ne'matlar, bozorliklar haftaning 2 kunida payshanba va yakshanba kunlari mehmonxonaga kiradi va chiqadi. Tabiiyki, xonadon bekalari barcha mehmondorchilik jarayonlarini boshqarishadi. Boshida bu barcha urf-odatlar menga yoqmadi. Har bir kelgan insonga qaynotajon, qachon qaytib kelasiz deb yig'lab berish kerak ekan. Har kuni bir xil rangdagi kiyim. Har bir shu urf-odatga rioya qilgan insonga uyg'oninglar, nima qilyapsizlar axir? Nega ko'r-ko'rona qandaydir qonun-qoidalarga rioya qilyapsizlar deb baqirgim kelardi. Muncha shovqin-surondan meni baribir hech kim eshitmas edi. Shuning uchun buning javobini men o'zimdan izlashni boshladim. O'zimga savol bera boshladim. Bu barcha spektakldan qanday hikmat olishim mumkin deb. Shunda bir psixologning shartsiz sevgi haqidagi ma'ruzasi esimga tushdi. Va men o'zimga, to'xta, shuncha insonga shartsiz sevgi berish va shartsiz xizmat qilish uchun qulay fursat deb o'yladim. O'sha kundan boshlab kelib ketgan mehmonlarga hech qanday shartlarsiz Alloh uchun xizmat qilishni boshladim. Eng qizig'i, shuncha mehmondorchilikdan keyin charchoq nima ekanligini ham bilmasdim. Rosti bu boshqacha tuyg'u. Inson rosa o'zini yengil his qiladi. Xayolimda men emas, farishtalarim meni o'rnimga barcha xizmatni qilayotganda edi. 40 kun o'tdi. Barcha marosimlar tugadi. Xo'jayinimning 6 ta amalari bor edi. Hammalari ruhan tetik, salobatli va hammalari qandaydir yuqori lavozimlarda ishlashar edi. Marosimlarimizning oxirgi kunida mehmonlar ketgandan keyin ammalar o'zaro gaplashib o'tirishgan edi. Bittalari meni chaqirib, bizga tarvuz kesib keling deb aytishdi. Men xo'p dedim-da, o'sha odatiy shartsizlik programmamni yoqib, chiroyli qilib tarvuz kesib keldim. Tarvuzni olib kelib qo'yganimdan keyin hammalari bir-birlariga ma'noli qarab qo'yishdi. Va bittalari, "Kelin, rahmat sizga. Siz bizning imtihonimizdan o'tdingiz" deb aytishdi. Rosa xursand bo'ldim. Ha, bu rahmatlar faqat tarvuz uchun emas edi. Balkim shartsizlik programmasini ishlatganim uchun edi. Oilamizda barcha tanqidlardan qo'rqadigan 6 ta ayol ko'zimga ilohiy pari bo'lib ko'rinib ketdi. Aynan shu vaqt boshida bergan savolimga javobni angladim. Ular quyidagicha edi. Barcha voqea hodisalar, ular qanday darajada bo'lishidan qat'iy nazar, barcha insonlar bizning rivojlanishimiz uchun xizmat qilishadi. Atayin voqealar shunday rivojlanadiki, bizni nimaga, nima uchun, qanday qilib, nima qilishim kerak deb savol berishga undaydi.
Siz shu savolni berishni boshladingizmi? Demak, rivojlanish yo'liga qadam qo'ydingiz degani. Bundan keyingi qiladigan qadamingiz qalbingizga quloq solish hisoblanadi. Sizlar ham shartsizlik programmasini qandaydir yechilmayotgan muammolaringizga munosabatlarni tiklash uchun ishlatib ko'ring. Men aminmanki, inshaalloh natijasi mo'jizaviy bo'ladi. Mening fikr va mulohazalarim ozgina yoqgan bo'lsa, like qo'ying, kanalga a'zo bo'ling va o'z natijalaringiz bilan kommentariyalarda biz bilan bo'lishing. Men esa sizlarga shartsiz xizmat qilishda davom etaman. Xayr, omon bo'ling.